Ruchkaga 235 million so'mga Kia Sonet xarid qilganingiz ekan, albatta bunga eng birinchi o'rinda ekonom bo'ladigan xizmat albatta metan qo'yishlik bo'ladi. Aka, har kuni Sonetga qo'ymoqdamiz. Sizga ustonovkani tanishtirib o'tamiz. Chanalarga sizga ustonovka qilib beraman. Qarang, ustonovkani yubileyniy bo'lganiga pol оборотlarning eng yaxshilaridan udobniy qilib, tvataklarni ham germitga qilgan holatda ideal qilib ustonovka qildik. Polkasi birga bir qo'yib olaveradi. Yandex chakalarimizga ham 3-4 talik eng udobniy bo'lgan balonimiz. Oldi jihozlarga keladigan bo'lsak, bu 4 silindr 8 ta injektor bo'lgani hisobiga Arctron hozirgi kunda Polsha eng original bo'lgan mana shu Stak firmasini Polsha miyalaridan foydalanganmiz. 8 ta injektorga moslashtirilgan. Bundan boshqalari bekor. Bu avtomobilga suv sirkulyatsiyalari обязательно hamda alyumin troniklar olingan va X-far singali va hozirgi kunga chiqadigan chempion reduktorlar va original propan xomitlari, zavodskiy izolyantalar, simlar payat qilib olingan holatda zavod qilib yig'dik. Bu videoni Kia Sonetchilarga yuborib qo'ying. Agar sizda ham Kia Sonet avtomobil bo'lsa, bemalol o'zimizga olib kelishingiz mumkin. Har kuni Kia Sonetga ustonovka qilmoqdamiz. 24 ga 7 sizning mashinangizga sifatli metan yoki propan xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aka aytgancha 100 ming so'm pul bilan 300 dan oshiq harakatlanishingiz mumkin. Faqatgina sifatli holatda bitta metan qo'ysiz. Yo'q, men benzinda yuraveraman deyishingiz mumkin. Faqatgina benzinda yomon benzin qo'ysiz, motor ketib qolishi mumkin. Pastda raqam qoldiramiz. Propan va metan bo'yicha nomer 1 Sirdaryo Guliston 24 ga 7.